Old Town, ya'ni eski shahariga yetib keldik. Phuketning eski shahari esa Tailandning yuragi va madaniy boyligidir. Eski shaharda Xitoy-Portugal kolonial uslubidagi arxitekturalar saqlangan va shuni ta'kidlab o'tish kerak, eski shahar qalay sanoatining markazi bo'lgan avvallari. Bu yerga Xitoydan, Yevropadan ko'plab ish yurituvchilar, tadbirkorlar kelgan. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda art galereyalar, kafelar, har xil chiroyli magazinlar juda ko'p. U yerda esa siz o'zingizga Tailand buyumlarini, chiroyli milliy buyumlarini olishingiz mumkin.